Assalomu alaykum hurmatli Promoy kuzatuvchilari va avtoritet sammoykalarida foydalanuvchilar. Hozir avtoritetning deyarli barcha filiallariga Promoy sug'urta apparatlarini o'rnatib beryapmiz. Hozirda Erpo va Nurafshon filialiga o'rnatganmiz. 50% skidkada hozir 10 ming so'm tashlanganda 15 ming tushgan va yana 5 ming tashlaymiz. Naqd pulimiz 22.500 so'm bo'ladi. Sababi 15 ming 50% yana bonus bilan qo'shimcha bo'ladi va bu summaga siz bemalol mashinaning balonini qoraytirishingiz va So'g'il tumanida qo'llanishingiz mumkin. Hozir akamizga Okean So'g'il tumanini turgramda ana kelib chipchini bo'lsanglar bo'ladi. Ладно, siz beradi. Bo'lsanglar bo'ladi, mashinani tumanga beradi. Приятный kelib turadi shu bir haftacha. Bemalol ushbu xizmatdan foydalanishingiz mumkin. E'tiborlar uchun rahmat. Qanaqadir savollar nimalar bo'lsa, kommentga yozib qo'yasiz. Sog' bo'ling. Assalomu hurmatli avtoritet sammoykasidan foydalanuvchilar. Bu biza depo filiallarimiz va Promoy kuzatuvchilari hozir biza depoga ikkinchi sug'urta apparatini qo'yganmiz. Sug'urta apparatimizni hozir ishlatib ko'ramiz. 50% skidkada onlayn to'lash imkoniyati mavjud. Bizning o'sha 50% skidkasiligini ko'rsatib turibdi. 6 ta xidi bor, pauza va agar navoda nimadir texnik muammo bo'lsa, vizit knopkasini 5 soniya bosib ko'rsanglar xabar ketadi va shuningdek ushbu raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Hamma xizmatlar bor. Hozir pul tashlab ko'ramiz. 10 ming so'm tashlaymiz. 10 ming so'm pul 15 ming so'm bo'lib chiqadi. Sababi skidkada turibdi va biza restachini bosamiz. Katta hid chiqarishini ko'rasizlar. Planni berib beradi. Mashina ichiga olib qo'yasizlar. 15 soniyada 15 mingdan bemalol mashinasini o'tib shuningdek akalar, bunda balon qoraytiradigan funksiya ham bor. Balon qoraytirish uchun termometrni bosamiz. O'sha xuddi mashinaning kraska degandek. Xohlasa, mana mashinada приятно kelib turadi.